Afg'onistondagi o'zbeklarning Afg'oniston taraqqiyotidagi roli haqida gapirar ekanmiz. Avvalo Afg'oniston tarixiga nazar tashlash fikrlarimiz tasdig'i uchun zarurdir. Shunga binoan Afg'onistonda yaqin o'tmishda bo'lib o'tgan siyosiy jarayonni ko'rib chiqib, xolisona baho berishga harakat qilamiz. 19-asrning birinchi yarmida Buyuk Britaniya va Rossiya imperiyalari o'rtasida Markaziy Osiyo masalasida raqobat keskin kuchaydi. Markaziy Osiyo Yevroosiyodagi yirik davlatlarga yaqin joylashgani bois strategik ahamiyatga ega edi. Bundan tashqari bu o'lka ulkan xom ashyo manbalariga boyligi sababli kuchli davlatlarning talash obyektiga aylandi. Markaziy Osiyoni egallash yo'lida Britaniya va Rossiya o'rtasidagi raqobat strategik o'yin ko'rinishida bo'lib, tobora ayovsiz tus oldi. Bu raqobat tarixda buyuk o'yin nomi bilan mashhur bo'ldi. Buyuk o'yin nazariyasi ilk bor 1857-yilda Hindistonda xizmat qilgan britan ofitseri John William Kayning Afg'onistondagi urush tarixi asarida tilga olingan. Keyinchalik Rudyard Kiplingning 1901-yilda chop etilgan Kim romani orqali bu tushuncha keng ommalashdi. Markaziy Osiyo ikki qudratli imperiya Rossiya va Britaniya o'rtasida joylashganligi bois, ular uchun bu hududning raqib qo'liga o'tishi o'z manfaatlariga tahdid hisoblanardi. Rossiya Markaziy Osiyoning xonliklarini birin-ketin bosib olsa, harbiy jihatdan Britaniyadan ustun kelishi aniq edi. Bunday vaziyatda Hindiston Britaniyaning eng muhim mustamlakasi xavf ostida qolardi. Shu sababdan Britaniya buni oldini olish choralarini ko'rdi. 1838-yilda Afg'onistonga qarshi urush boshladi. Inglizlar Amir Do'st Muhammad Xon Barakzay bilan Shoh Shujo Durroniy orasidagi nizodan foydalanib, Shujo tomonida turib uni hukmronligini tiklashga harakat qildilar. 1839-yil avgustda Shujo hokimiyati tiklanadi va inglizlar Qobulga bostirib kirib, Qobulni egallaydilar. Qobul frontiga bosim kuchaygach, Amir Do'st Muhammad Xon Xulum hokimi Muhammad Aminbek va boshqa shimoldagi o'zbek beklari bilan muzokara yuritadi. Muhammad Aminbek unga yordam va boshpana beradi, lashkar yig'ilishini tashkil qiladi. Mahalliy o'zbek hokimlari yordami bilan 1840-yilda taxminan 8000 kishilik qo'shin to'planadi va Parvon darasida Britan kuchlariga qarshi yurishlar amalga oshiriladi. 1840-yil 2-noyabrda Parvon daradagi to'qnashuvda Britan armiyasi yengiladi. Britan ofitseri Dr. Lord jangda halok bo'ladi. Parvon voqeasi keyinchalik afg'on qarshiligining muhim ramziga aylanadi. Mintaqaviy tadqiqotlar bu bosqichda Balx, Xulum, Qatag'on tomonidan ko'p sonli o'zbek chavandozlari ko'mak berganini qayd etadi. 1841-yil noyabrda Shujo o'ldiriladi. 1841-1842-yillardagi umumxalq qarshiligida Do'st Muhammad Xonning o'g'li Akbarxon yetakchiligidagi qo'shinning asosiy qismini o'zbeklar tashkil qilgan. Bu jangda Britan qo'shinlari yengiladi va Afg'onistondan chiqib ketadi. Chekinishga majbur bo'lgan ingliz-hind qo'shinlarining harbiy qarorgohdagi a'zolari qirib tashlanadi. Bu qirg'in Qobul qirg'inlari nomi bilan tarixga kirgan. 1838-1842-yillar Qunduz xoni Mir Muhammad Bek Shimoliy o'zbek hokimliklarining eng qudratli yetakchisi bo'lib, u Britaniya elchilari va sayyohlari bilan muzokaralar olib borgan. Qatag'on va Qunduzda harbiy siyosiy muvozanatni belgilagan. Qobul qirg'inidan keyin 1842-yilda Angliya hukumati Afg'onistonga jazo ekspeditsiyasini jo'natadi. Bu ham foyda bermagach, 1842-yil oxirida inglizlar Afg'onistonni tark etadilar. Do'st Muhammad Xon o'z hukmronligini tiklaydi. Birinchi ingliz-afg'on urushida afg'on o'zbeklarining o'rni beqiyosdir. Bu urush asosan janub va markazda Qandahor, G'azni, Qobulda bo'lgan bo'lsa-da, shimoliy viloyatlardagi o'zbeklar Amir qo'shiniga otliqlar, yordamchi kuchlar, ot-ulov, oziq-ovqat yetkazib turdilar va razvedka yo'nalishida salmoqli hissa qo'shdilar. Buni mahalliy va mintaqaviy manbalar tasdiqlaydi. Birinchi ingliz-afg'on urushi davrida Shimoliy Turkistondagi o'zbeklar Amir lashkarlariga tayanch bo'lgan. O'zbek bekliklari
Qunduz, Maymana, Antxoy, Shibirg'on, Aqcha, Xulm va ayniqsa Qunduz xoni Mir Muhammad Murodbek mintaqadagi eng kuchli arboblardan biri bo'lib, Ingliz-afg'on urushida Afg'onistonning g'alabasini ta'minladilar. Bu urush Buyuk o'yin davridagi yirik to'qnashuvlardan biri bo'lib, 19-asrda Buyuk Britaniya va Rossiya o'rtasidagi Markaziy Osiyoni egallash uchun bo'lgan kurash edi. Ikkinchi Ingliz-afg'on urushi 1878-1880-yillar Sheralixon davrida Shimoliy O'zbek viloyatlaridan otliq polklar va yordamchi qismlar yuborilgan. Sheralixonning otliq polklari va otxona bazasi aynan o'zbeklar yashaydigan shimolda kuchli edi. Bu fikrimizni harbiy huquqiy tadqiqotlar va umumiy armiya tarkibi haqidagi hisobotlar tasdiqlaydi. Afg'onistonning o'zbeklar yashaydigan shimoliy tayanchi orqali qo'shinning ot ulovi zaxirasi, asirlarni ko'chirish yo'llari va diplomatik aloqalar saqlab turilgan. Bu davrda aniqrog'i 1877-yilda Afg'oniston amiri Sheralixon Rossiya generali Stoletov boshchiligidagi missiyasini qabul qilishdan xavotirlangan inglizlar 1878-yilda o'z missiyasini Afg'onistonga jo'natadi. Sheralixon ingliz missiyasini qabul qilishdan bosh tortadi va bu ikkinchi ingliz-afg'on urushining boshlanishiga sabab bo'ladi. Sheralixon Rossiyadan yordam olish uchun Qobulni tark etadi. Ammo u 1879-yilda vafot etadi. Uning vafotidan keyin taxtga uning o'g'li Muhammad Yoqubxon chiqadi. 1878-yilda ingliz qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kiradi. 1879-yil 8-yanvarda Qandahorni egallaydi. Ilojsiz qolgan amir Yoqubxon Angliya bilan Gandamak bitimini imzolaydi. Bu bitimga muvofiq Yoqubxon ichki siyosatda erkin, tashqi siyosatda inglizlarning ruxsatisiz harakat qilmaslikka kelishiladi. Uning bu taslimchiligi xalqning noroziligiga sabab bo'ladi. Shu yilning oktyabr oyida bu kelishuvga qarshi Ayubxon boshchiligidagi qo'zg'olon Yoqubxonning taxtdan ketishiga olib keladi. Uning o'rniga Amir Ayubxon taxtga o'tiradi. U Mayvand g'ozisi nomi bilan ham tanilgan. 1879-yil 12-oktyabrdan 31-avgustgacha Afg'oniston amiri bo'lgan. Shuningdek, u ikkinchi ingliz-afg'on urushi davrida Mayvand jangida Britaniya Hindiston armiyasini mag'lub etdi. Qandahor jangida esa u mag'lubiyatga uchraydi va taxtdan ag'dariladi. 1880-yil 27-iyulda Mayvand yonida bo'lgan jangda afg'on qo'shinlari inglizlar brigadasini tamoman tor-mor etadilar. Bu urushda ham Britaniya yengilib, 1881-yilda ortga chekinadi. Rossiya esa janubga yurishni davom ettiradi va bu raqobat 1884-yilda mashhur Pajdeh voqeasi sodir bo'lgunga qadar davom etadi. Shundan so'ng 1880-yil 31-iyulda Do'stmuhammadxonning nevarasi Abdurahmon xon zamindovarda Afg'oniston amiri deb tan olindi. U 21 yillik hukmronlik davrida Britaniya va Rossiya manfaatlari muvozanatlashgan, afg'on qabilalari birlashgan va Afg'oniston zamonaviy davlat sifatida qayta tashkil etilgan edi. Afg'onistonning hududiy yaxlitligini saqlashga harakat qilgan. Ammo 1893-yilda inglizlarning harakati bilan Durand chizig'ini Afg'onistonning sharqiy chegarasi deb tan olishga majbur bo'ldi. Unga ko'ra, ko'plab afg'on aholisi yashaydigan hududlar Angliyaning Hindistondagi mulklari qatoriga kiritildi. Chegara qoidalari Mortimer Durand va Amir Abdurahmon xon tomonidan kelishilgan. Abdurahmon xon bu kelishuvni anglagan holda qiladi, chunki u chegara hududlaridagi tartibsizliklar Britaniya hokimiyatiga putur yetkazishda davom etishini anglab yetgan edi. 1884-yilda Rossiya qo'shinlari Marvni egallagach, Pajdeh daryosi bo'yidagi hududlarni nazoratga oldi. Natijada rus va afg'on qo'shinlari o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Britaniya afg'onlarga yordam ko'rsatishga urindi. Bu ikki imperiya o'rtasida to'g'ridan to'g'ri urushga olib kelishi mumkin edi. Bu urushni oldini olish maqsadida zudlik bilan ingliz-rus chegara komissiyasi tuzildi. Bu komissiya Amudaryo bo'ylab chegara chizig'ini belgilab berdi. 1907-yilda ikki imperiya o'zaro kelishuvga erishishga muvaffaq bo'ldi. Unga ko'ra Rossiya Markaziy Osiyo bilan cheklanib, Hindistonga chiqish niyatidan voz kechdi. Afg'oniston esa ikki imperiya mustamlakasi
mamlakatlarini ajratib turuvchi hudud sifatida e'tirof etildi. Shu tariqa 1907-yilgi Angliya-Rossiya bitimi imzolandi. 1917-yilda bolsheviklar g'alaba qozonganidan so'ng Chor Rossiyasining barcha shartnomalari, shu jumladan 1907-yilda imzolangan Anglo-Rossiya konvensiyasi ham bekor qilindi. Shu bilan raqobatning yangi davri boshlandi. 1919-yil 20-fevralda Afg'on amiri Habibulloh vafot etdi va uning o'rniga o'g'li Omonulloh xon taxtga o'tirdi. U taxtga chiqishi bilan shu yilning o'zidayoq Afg'oniston mustaqilligini e'lon qildi. Omonulloh xonning bu harakati 3-ingliz-afg'on urushining boshlanishiga sabab bo'ldi. Britaniya Afg'oniston mustaqilligini tan olmadi va 1919-yil 3-mayda Afg'onistonga hujum qildi. Inglizlarga qarshi qo'zg'olonning boshlanishi va Hindistondagi inqilobiy ko'tarilish Angliyani urushni to'xtatishga majbur qildi. Urush 1919-yil 8-avgustda tugab, Ravalpindi shahrida Ravalpindi bitimi imzolandi. 1921-yil 22-noyabrda Kobulda ratifikatsiya qilindi. Unga binoan Afg'onistonning to'liq mustaqilligi tan olindi hamda tashqi siyosatda o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega bo'ldi. Shundan so'ng Omonulloh xon dastlab Sovet Rossiyasi, so'ngra boshqa davlatlar bilan diplomatik munosabatlar o'rnatdi. 1921-yilda Afg'oniston Sovet Rossiyasi bilan do'stlik shartnomasi imzoladi. Bu Afg'oniston tarixidagi birinchi xalqaro shartnoma edi. Shu tariqa Afg'oniston Britaniya ta'siridan chiqib, Sovet Rossiyasi ta'siriga tushdi. Afg'oniston xalqlari, shu jumladan afg'on o'zbeklari dunyodagi eng g'ururli va mustaqil xalqlardan biri bo'lib, ular vatan himoyasi uchun dushmanga qarshi mardonavor jang olib bordilar va taslim bo'lmadilar. Ularning bunday shijoati, jasorati tufayli 3 marta ro'y bergan ingliz-afg'on urushida inglizlarni mag'lub eta oldilar. Buyuk o'yin davrida Afg'onistonda ro'y bergan buyuk o'yin boshlovchilari tomonidan olib borilgan tinimsiz urushlar, bosqinchilarning olib borgan shafqatsizliklariga qarshi afg'on o'zbeklari Afg'onistondagi boshqa millat vakillari bilan birgalikda vatan uchun mardonavor kurash olib bordilar. Afg'on urushlarida afg'onistonlik o'zbeklarning qo'shgan hissasi 3 karra ko'p bo'lgan. Arablar 7-8-asrlarda Movarounnahrni egallashdan oldin ham turkiy qavmlar Balx, Faryob, Antxoy, Qunduz, Maymana va Sherobod hududlarida yashagan. 10-asrdan boshlab bu yerlar Qoraxoniylar, keyinchalik Xorazmshohlar, Chingiziylar va Temuriylar hukmronligi ostida bo'lgan. Shundan ma'lumki, o'zbeklar bu hududning tub aholisi sifatida shakllanganlar. 16-asrda Shayboniylar davrida katta o'zbek qabilalari janubda Balx va Hirotgacha tarqalgan. Balx xonligi uzoq vaqt Buxoro xonligi bilan yaqin munosabatda bo'lgan. 19-asr oxirigacha Balx, Maymana, Antxoy, Sherobod va Qatag'on Buxoro amirligiga qarashli hudud edi. Bu yerlarda o'zbeklar ko'pchilikni tashkil etgan. Ammo 1885-yilda ro'y bergan Panjdeh inqirozi va 1887-1895-yillardagi ingliz-rus kelishuvlari natijasida bu hududlar Afg'oniston tarkibiga o'tkazildi. Natijada yuqorida sanab o'tilgan hududlarda yashovchi o'zbeklar Amudaryoning narigi betiga qolib ketdi va Buxoro bilan aloqalari uzildi. Chor Rossiyasi Afg'onistondagi o'zbeklarni bevosita boshqarmagan, lekin ular yashagan hududni chegara sifatida belgilagan. Natijada o'zbeklar ikki qismga bo'linib qoldi. Amudaryoning shimoliy qismi Rossiya mustamlakasiga aylandi. Amudaryoning janubiy qismi esa Afg'oniston tarkibiga kiritildi. Bular Balx, Maymana, Antxoy, Sherobod, Qatag'on edi. Rossiya siyosati bo'lib tashla va hukmronlik qil tamoyiliga asoslangan bo'lib, u o'zining mustamlakachilik siyosatida doimo shu usulni qo'llab keldi. O'zbeklarning tarixiy yerlari bo'lingach, ular yirik siyosiy kuch sifatida birlashish imkoniyatidan mahrum bo'ldilar. 1873-yil ruslar qo'llab-quvvatlagan afg'on hukumati, ya'ni amirlar tomonidan o'zbeklarning zo'ravonliklar
majburiy ko'chirishlar va ularning mulklarini tortib olishlar kabi shafqatsizliklarning boshlanishi bo'ldi. Rossiya Afg'oniston shimolidagi va boshqa hududlardagi o'zbeklarni o'ziga bo'ysundirish uchun o'zbek yer egalariga, mulkdorlariga va afg'on hukumatini qo'llab-quvvatlamaydiganlarga to'lov tizimini kuchaytirishda afg'on hukumatini rag'batlantirib, ularga harbiy va moliyaviy yordam berib turdi. Bunday qo'llab-quvvatlangan afg'on amirlari o'zbeklarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'ldi. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Afg'oniston amiri Abdurahmon va boshqa amirlar ham shimoldagi o'zbek qabilalarini bo'ysundirish uchun ko'plab harbiy yurishlar olib bordi. 1880-1901-yillar Abdurahmon davrida ko'plab o'zbek zodagonlari Qobulga majburan ko'chirilib, turli viloyatlarga tarqatildi. Bu siyosat ularning siyosiy mustaqilligini zaiflashtirish maqsadida amalga oshirilgan edi. Shuningdek, u o'zbeklarni hazoralar va pushtunlar bilan aralashtirish siyosatini ham olib bordi. Bu esa millatni yo'q qilishga qaratilgan siyosat edi. 20-asr boshida sovetlarni o'zbeklarga nisbatan olib borgan siyosati haqida so'z yuritadigan bo'lsak, 1917-yilda Rossiya inqilobidan keyin sovetlar bosmachilar deb atalgan millat qahramonlari hamda Buxoro va Xiva jadidchilari Afg'oniston shimoliga o'tib ketdilar. Bu yerda mahalliy o'zbeklar bilan birlashib, sovetlarga qarshi kurashni davom ettirdilar. Ayniqsa 1920-yillarda Afg'oniston hududi sovetlarga qarshi harakatlarning asosiy tayanch bazasiga aylandi. Ibrohimbek, O'tanbek, Fuzayl Mahsum, Junaydxon, Islomxo'ja Qo'rboshi, Madaminbek va boshqa qo'rboshilar bu yerda faoliyat yuritib, sovet hukumatiga qarshi kurash olib bordilar. Sovetlar esa chegaralarni yopib, Afg'oniston o'zbeklarini tashqi aloqalardan uzishga harakat qilgan. O'zbeklarga nisbatan amalga oshirilgan barcha shafqatsizliklar, ularning mol-mulkini tortib olish, asl nusxadagi tarixiy kitoblarni, tarixiy asarlarning yoqib yuborilishi, o'zbek tilida o'qish va yozishning taqiqlanishi o'zbeklarning iqtisodiy, madaniy va siyosiy jihatdan rivojlanishiga katta to'siq bo'ldi. O'zbek tilida ta'lim cheklanishi, tarixiy kitob va qo'lyozmalarning yoqib yuborilishi o'zlikni yo'q qilish siyosatining bir qismi bo'ldi. So'nggi 30 yillik tarixda afg'on o'zbeklari siyosiy va madaniy hayotga qaytdilar. Ular adolat va o'zligini hurmat qilish yo'lida siyosiy partiyalar, harbiy guruhlar tuzish bilan yana maydonga chiqdilar. Afsuski, qarshiliklar davom etdi. Afg'on o'zbeklari hozirgi kunda Badaxshonning Pomir tog'laridan boshlab ushbu mamlakatning 9 dan ortiq viloyatini o'z ichiga olgan Bodg'izgacha istiqomat qilishadi. Helmand, G'azni, Hirot va Qandahor viloyatlarida yashaydigan o'zbeklar o'z tillarini mamlakatda yuz bergan turli sabablarga ko'ra unutganlar va pushtun hamda tojik tillarini o'zlashtirganlar. Qadimda Turkiston yerlari bo'lgan Badaxshon, Tohar, Qunduz, Balx, Juzjon, Sarpul va Faryob viloyatlarida o'zbeklarning eng katta qismi istiqomat qiladi. Ularning soni turli manbalarda turlicha keltiriladi. Afg'on o'zbeklari orasida Mo'g'ul, Qarluq, Saribosh, Xazar, Qozoq va boshqa o'nlab urug'lar mavjud. Shuncha cheklovlarga qaramay, ular o'zligini saqlab qola oldilar. Hatto ayrim hollarda O'zbekistondagi millatdoshlariga qaraganda milliy qadriyatlarni sof holda rivojlantirib kelmoqdalar. Bu yerda o'tkaziladigan bayramlar, sayllar, to'y va boshqa marosimlarda milliylikka katta e'tibor qaratiladi. Ayniqsa, xalq og'zaki ijodi namunalari o'zbek tilining jozibador va xilma-xil shevalarini o'zida mahorat bilan mujassam etgan. Shu tufayli bo'lsa kerak, bu yerda yashovchi turli o'zbek urug'lari o'rtasida o'zaro munosabatlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shevalar turfa bo'lsa-da, urf-odat va marosimlar bir xil bo'lib, ular o'zlarini yagona o'zbek millati sifatida biladilar va bundan faxrlanadilar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, Afg'oniston tarixi va siyosatida o'zbeklar muhim o'rin egallab kelgan. Ular ko'plab zulm, ajratish va zo'ravonliklarga duch kelsalar ham milliyligini, tili va madaniyatini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldilar. Bugungi kunda ham afg'on o'zbeklari o'zining boy tarixi, mustahkam qadriyatlari va yagona milliy ruhi bilan Afg'oniston ijtimoiy-siyosiy hayotida sezilarli kuch sifatida maydonga chiqmoqda. Afg'oniston o'zbeklari bugun ham nafaqat Afg'onistonning, balki butun turkiy dunyoning ajralmas bir bo'lagi sifatida milliy ruhini asrab kelmoqda. Ularning kurashi va sabr bardoshi har bir o'zbek uchun faxr va ibratdir.